Hamma salom o'rtoqlar, sizlar bilan har doimgidek Stum tog'a. Xush kelibsizlar bugungi videorolikimizga. O'rtoqlar, bugungi videorolikimizda biz Brawl Stars o'yinida kubok bo'sh qilamiz. Inshaalloh bir qancha 10-20 kun ichiga 50 ming kubok urishga nimamiz. Meni profilimni ko'rishlaring mumkin. 50 ta bayetsim bor va hozirda menda 21 ming kubokim bor va shu bugungi videoda gidata 100-200 ta kubok urishga harakat qilamiz. Kartani ko'rib olishlaringiz mumkin. Qani bo'lsa biz o'yinga ketdik o'rtoqlar. O'yinda men sharhlab bormayman, o'yinni kayf qilib ko'rishlaringiz uchun o'rtoqlar. Mana o'yinimiz boshlandi. Mana o'rtoqlar ko'rishlaring mumkin. Biz sizlar bilan bitta o'yincha o'ynab chiqdik va bizda hozir 21070 ta kubok qilib qo'ydik o'rtoqlar. Qani videodan tashqari davom etamiz. O'rtoqlar, mana keyingi o'yinga o'tib oldik. Biz hozir asta-asta o'yin o'ynab, sizlarni yonlaringga kechata 21200 ta bo'lganda qaytib kelamiz. Bemalol o'yinni ko'rishlaringiz mumkin. O'rtoqlar, bu bizani 21200 bo'lishimiz uchun oxirgi o'yinimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sheyli va kuchli nima qildi ataka va biz Sheyga qarshi Sheyga otishimiz kerak. Sheyga yetib bormadi va biya bizani o'ldirib qo'ydi o'rtoqlar. Va mayli, bizga kerak emas. Biza muhimi 21200 bo'ldik. Hozir chiqib ko'rsatam. Mana 21202 kubok o'rtoqlar. 2000 years later. Va biz mana yana ozgincha push qildim. Men hozir bitta joyga ishim bor edi, chiqib keldim o'rtoqlar va pushimizni davom ettiryapmiz. Va hozir men bayetsimni o'zgartirib oldim. Mana shu kimda kirib ketganga o'xshadi o'rtoqlar. Mayli, men sizlarni boshlaring ortmagan holda pushni davom ettiramiz.
Mana o'rtoqlar ko'rishlaring mumkin. Chempionlar sal qotib qolgani uchun o'ldirib ketishdi. Mayli 4-o'rin va bizda hozir 21.226 ta kubok mana bitta joyda ishim bor deydi o'rtoqlar. Pushni shu joyga tugatishga majburman. Videoga like bosganlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.